Bizga kelgan savol, ayol kishiman, sistit qaytalanib jonimga tegdi deb nima qilsam bo'ladi deb bizga murojaat qilganlar. Sistitni juda ko'p turlari bor. Bakteriologik, abakterial, yarali, yazvenniy sistit bor, tuberkulozniy sistit bor. Undan tashqari leykoplakiya degan muammo bor. U ham sistitga o'xshab belgilar berishi mumkin. O'shaning uchun avvalo to'g'ri diagnostika qilish kerak. Muammo nimada? Bakterial bo'ladigan bo'lsa, bak-passiv natijasiga qarab to'g'ri antibiotiklar bilan davolansa va oxirigacha davolanish kerak. Ba'zi bir bemorlarimiz 2-3 kunda simptomlar bartaraf bo'ladi, bo'ldi, yaxshi bo'ldim deb dorilarni qabul qilishni to'xtatishadi. Bu xato hisoblanadi. Birinchi navbatda dorini o'z vaqtida va to'g'ri davomiylikda, 10 kun yozildimi, 10 kun qabul qilish kerak bo'ladi. Ikkinchisi, to'g'ri diagnostika qilib, o'sha kerakli tartibda, misol uchun, bakteriologik emas ekan. Nimadan bo'lishi mumkin? Yaxshiroq izlanish kerak. Misol uchun, sistoskopiya degan tekshiruv bor, ya'ni kamera bilan qo'g'ni ichiga kirib, devorlariga baho berish. Misol uchun, ba'zi bir holatlarda yarali sistitlar uchraydi. Bunda davolash to'g'ri taktika qilinmasa, oxirigacha dori-darmonlar foyda bermasligi mumkin. Undan tashqari leykoplakiya. Leykoplakiyada ham qo'g' devorlarida plyonka hosil bo'ladi. Buni ham sistoskopiyada aniqlasa bo'ladi. Shuning uchun avvalo to'g'ri diagnostika va to'g'ri yechim qilish kerak.